Aynan Tesla kompaniyasi butun dunyo avtomobil bozorida elektr quvvatda harakatlanuvchi avtomobillarni birinchilardan bo'lib ommalashtira oldi. E'tiboringiz markazida long range versiyasidagi Tesla Model 3. Ushbu avtomobil to'liq elektr quvvati bilan 560 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. 0 dan 100 km/soatgacha esa borig'i 4.4 sekundda tezlanadi. Ajoyib avtomobil. Eng qizig'i, aynan Tesla kompaniyasi avtomobil dunyosida interyerda umuman tugmachalarsiz ishlab chiqarishni menimcha ommalashtirdi va bu avtomobilni dasturiy ta'minoti telefon dasturiy ta'minotiga o'xshab yangilanib turadi va har bir yangilanishda avtomobilga ajoyib qo'shimcha yangilanish va yangi funksiyalar o'rnatiladi. Ichki qism a'lo darajada to'liq qora rangli charm bilan qoplangan, o'rindiqlarda isitish funksiyasi undan tashqari atrof bo'ylab juda ham ko'p kameralar bor va shu yordamida Tesla Vision degan tizim orqali avtomobilimiz avtopilot, avtoparkovka kabi funksiyalari bor, lekin afsuski O'zbekistonda to'liq ishlay olmaydi. Avtomobilimiz Yevropa bozori uchun ishlab chiqarilgan. 2023-yil 12300 km masofa bosib o'tgan. Kraska toza, kuzov to'liq broneplyonka qilingan va interyerda barcha qirilishi mumkin bo'lgan plastik detallar to'liq laminatsiya bilan qoplangan. Avtomobilimiz juda ham qiziq va juda ham ko'p boshqa qo'shimcha yordamchi qiziqarli funksiyalar bilan jihozlangan. Avtomobil haqida batafsil ma'lumot olish uchun A-bozor Comfortga tashrif buyuring yoki quyida ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling. Ushbu avtomobilni siz A-bozordan nasiya savdo hamda trading asosida ham xarid qilishingiz mumkin.